Shalpon quloqlardan ekan do'stim. 5 yildan keltirgan murojaat bilan qo'shqorcha cho'g' ham. Shu ham akalar qo'chqorcha ekan mana. Shalpon quloqlardan mana akalar, xudo xolasa. Haqiqiy yoshidan tarbiyalangan obunachilarni tavsiya qilamiz bularni ham. hammasi quloq boshlari but-butun mana. Shalpon quloqlardan mana buni. Egiztumor ham bor ekan akalar oldi. Qaranglar. Xudo xolasa 3 million 700 mingdan bo'lsa Vladimir Toshkentga borib beradi. 3 million 700 ming so'm. 3 million 700 dan. Boshi osilib ketgani yo'q unaqa. Mana nima boshlari haqiqatan osilib ketmagan akalar. Hammasi dumba mana. Hammasi yeb ichib turibdi, xudo xolasa. Hammasi bu yerda soni 10 bosh ekan akalar mana. Tavsiya qilamiz akalar, xudo xolasa. Akmaljon narxi arzon bo'ladimi? Bular narxi arzon bo'ladi, xudo xolasa. Va narxi undan ham arzonroq bo'lar ekan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz aka-ukalar. Akalar, xudo xolasa bugun biz video syomkalarimizni sizlar uchun Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan videolarni olib boryapmiz. Akalar, video yoqsa bittadan like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar akalar obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar, xudo xolasa. Do'stimiz Akmaljon mana bunday qo'ylarni haqiqiy go'zal variantlardan olib kelibdilar, xudo xolasa buni chiroyli qilib sizlarga yoritib beramiz. Akalar, hafta kunimizga bugun chorshanba. Boshdan kunlaring hammalarga xayrli, barakatli o'tsin akalar. Shu sonlarimiz akalar 24-iyul 2026-yil akalar. Videoda erinmasdan oxirigacha ko'p turasizlar. Xudo xolasa naslga mana bunday hisorini haqiqiy zo'rlardan, Arashamporodani zo'rlardan akalar olib kelibdilar, xudo xolasa. Pullari arzon bo'ladi deydilar. Videoda erinmasdan oxirigacha ko'p turasizlar, xudo xolasa. Hamma akalar biz videosini bo'ladi. Boshladi akalar. Akmaljon assalomu alaykum. Assalomu alaykum Murodjon. Assalomu alaykum obunachilar. Obunachilarimiz qo'ydi liderlardan keldi Murodjon. Zo'rlardan kelibdi Akmaljon. Go'zallaridan keldi. Akalar, mana qo'ylarda haqiqiy o'zim yoshidan boqaman, yoshidan tarbiyalab olaman degan aka-ukalarga xudo xolasa haqiqat yosh variantlar yetib kelibdi. Akmaljon soni nechta bu yerda? Soni Murodjon 7 dona. Soni akalar 7 bosh ekan mana. 7 bir pachka ekan. Akmaljon xudo xolasa bugun necha paytda qo'shqab beramiz? 3-4 paytda qo'ymizmi Murodjon? 3-4 paytda. Aha. Oxiri pul yengillaridan ham 3 million 700 dana qo'ylarimiz bor. 3 million 700 ming so'mdan qo'ylar bor. Qo'ylar, qo'shqorlarimiz bor, qo'shqorchalar. Bo'ldi, joning sog' bo'lsin. Akalar 3 million 700 ming so'mdan ham pul yengil variantlardan ham bor ekan. Akalar erinmasdan oxirigacha ko'p tursalar, xudo xolasa bularni ham yoritib beramiz. Xo'p, bu yerda 7 bosh edingiz a? Ha, 7 bosh. Bu yerda akalar 7 bosh ekan, xudo xolasa quyoshga tug'ilgan mana bunaqa simjun, mana bunaqa zo'rlardan ekan akalar, qaranglar. Yaqindan mana hisori variantlar. Tozalardan boqaman deganlar, akalar alohida bo'raslar buga. Dumbalarga alohida ahamiyat berasizlar, dumbalari akalar ikki dumba, yorma dumba akalar mana. Nihoyatda chiroyli, go'zal variantlar. Go'zal qo'ylar Hammasi terilgan akalar. Hammasi akalar terilgan qo'ylar ekan, xudo xolasa. Oldi endi tish yorishga keldi Murodjon. Qolgani qo'zi bitta ikkita tish yorishga endi kelyapti. Qolgani bir 5 donasi qo'zi tish yorishga kelmagan. Oldilar. Endi tish yorishga kelgan. Mana jonivor qarang. Endi tish yoryapti. Endi tish yoryapti. Bitta ikkita shunaqa. Akalar, xudo xolasa 12 oylik atrofida ekan-a? 10 oylikda o'tgan ekan. Ha, 10 oylik, 11 oylik atrofida. Qo'chqor liderni o'zlari zo'rni qo'chqor papasi o'zlarida qo'shib 5-6 yil cho'chma bilan olishaveradi. Akalar, xudo xolasa o'zim tarbiyalab olaman degan aka-ukalarga haqiqiy yosh go'zal variantda. Oyoqlari stakan tuyoq. To'shlarga alohida ahamiyat berasizlar. Haqiqiy samiglamni qo'llari mana bunday quyoshda yiltiraydigan simjun variantda. Agar akalar quyosh bo'lganda quyoshda yiltirardi mana. Orqa boshlariga alohida ahamiyat berasizlar. Orqa boshlari osilib ketmagan. Dumba hammasiniga bir-biridan chiroyli akalar, xudo xolasa mana buni qaranglar. Mana bu tonni qaranglar, tonni nihoyatda chiroyli akalar. Yuzlari hammasiga bir-biridan chiroyli, xudo xolasa. Yeb ichdan akalar muammosi yo'q ekan. O'zlari ko'p turibsizlar, mana yeb ichib turibdi, xudo xolasa. Bir hafta garantiyasi bor Akmaljon? Bemalol, umuman gram muammosi yo'q. Bir hafta xotirjam yedirib ichavergansizlar. Bo'y bastlar nima deymiz Akmaljon bularni? Bo'ylar 80 ga olishaveradi Murodjon. Bo'ylarni akalar 80 ga olavergansizlar, xudo xolasa. Mana bemalol. Akmaljon kilosi ham bo'lsa 1 sm kilosi minus deyveraylik. Ha, 1 sm yo'q. Mana akalar, xudo xolasa bo'yiga tortishmaysizlar. Chunki material emas. Akmaljon so'rasa o'lchab berasiz bo'yni? O'lchab berilaveradi. Bo'ldi. Xo'p, Akmaljon xudo xolasa narxiga o'tiramiz. Bir joyga olgan odamga necha puldan qilib beramiz? Murodjon, oldin gap keladi, doim siz kanalingizni boladan narx bo'ladi, bularni 6,5 million so'mdan vodiy bilan Toshkentga yetsa borib beramiz. 6,5 million so'mdan. 6,5 million so'mdan. Akalar 6,5 million so'mdan xudo xolasa 7 bosh bir yo'l. O'zim olaman degan obunachilarimizni tavsiya qilamiz. Qo'y olaman degan obunachilarimiz so'ng'ishi bemalol. Akalar xudo xolasa bemalol aloqa ochib ko'rasizlar, xudo xolasa hamma yo'lga kelishgan go'zal variantda. Xudo xolasa bitta ikkita so'raganlarga ham sotilaveradi. Bitta sotilaveradi, telefon qilish olsin.
Xo'p, hammasini bir joyga olgan odamga Xudo xolasa xayr sunnatiga O'tib beramiz. o'tib berasiz, chiroyli qilib. Xudo xolasa o'tib beramiz. Agar hech kim aytganini sotmaydi, bemalol aloqa chiqarasizmi, Xudo xolasa xayr sunnatiga chiroyli qilib. Yaltirada shu yo'qdir. Tanlab olishaveradi. Bitta ikkita olsa ham bemalol so'rashaversa, ishlari bitadi. Ko'p odam shu yerda Xudo xolasa. Bo'ldi. Akalar Xudo xolasa kimda akalar, kimga qiziq bo'lsa, metkani qilasizlar, tashlaysizlar, Xudo xolasa narxlarni yo'lda qilib ishlarni bitirib beriladi. Va Toshkentgacha qilib berasiz, do'stlar, xayrcha. O'zbekiston bo'ylab qolgan ulardan kelishilgan holda. Akalar vodiy bo'ylab Toshkentgacha qilib berganlar, undan yog'i Xudo xolasa o'zlaring kelishib olaverasizlar mana. Xudo xolasa mana yurish-turishlarni ham alohida ahamiyat berasizlar, yurish-turishlar ham nihoyatda chiroyli. Akalar bizni kuzatishlarmizlar, biz keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyamizga mana bunday yosh variantlardan ekan, akalar. Yerim masa orqacha ko'rib turibsizlar, buni ham chiroyli qilib yoritib beramiz. Mana buni qaranglar, akalar. Yebishda umuman muammosi yo'q ekan. Akajon, ikkinchi partiyamiz nechta dona bu yerda? 10 dona bir pachka bo'lacak bu yoq. 10 dona bir pachka. Yosh variantida. Haqiqiy yosh variantda. 5-6 oylik atrofida past to'qlik o'tib qolgan qo'zlarimiz. Keng dalasi bor, hojilarimizga tavsiya qilamiz. O'ziga ko'payiraveradi, boshqalarda zo'rra bo'lsa qo'sharishadi. O'zidan ko'payveradi, mana. O'ziga ko'payiraveradi. Hammasi akalar bu yerda urg'ochi mana. Haqiqiy sifatlari ham a'lo darajada ekan. Orqalari tikka dumba mana bunaqa. Haqiqiy zo'rlardan akalar mana bu xonasi. Zo'rlardan boqaman deganlar, bugun aloqada bo'larasizlar. Mana yuzlari ham tiniq, nihoyatda yebishib turibdi. Qo'ylar haqiqiy ideal darajada mana akalar bu xonasi. Akamonjon, necha oylikka beramiz ularni? Bular 5 oylik atrofida, 5-6 oylik atrofida bo'ladi. 5-6 oylik atrofida akalar, xudo xolasa. Quloq oshlari butun. Haqiqiy sora variantlarni akalar. Sari qo'ylar. Qo'llar qayta, qo'llar nihoyatda chiroyli. Qo'llar hech turibdi. Nihoyatda zo'r variantlarni akalar. Bog'i bu akalarimizga tavsiya qilamiz, xudo xolasa boqa qo'yaversizlar. Avgust sentyabrga borib chiqardi. Zo'rra bo'lsa qo'shari, uzoqlar bolasini olib yurishaveradi. Akalar, xudo xolasa tavsiya qilamiz. Olib tashlab qo'yinglar. Pullar arzon bo'ladimi akamonjon? Xudo xolasa arzon bo'ladi bular. Mana akalar, xudo xolasa yebishda muammosi bir hafta xotirjam so'raverasizlar. Akamonjon, narxiga o'tamiz buni. Buni oldi qo'shib gapga kerak, Murodjon. 4,5 million so'mdan vodiy bilan Toshkentga yetkazib olib beramiz. 4,5 million so'm. 4,5 million so'mga ketaveradi. 4,5 million so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha xudo xolasa o'zlari O'tib beramiz, chiroyli. o'tib berasiz, chiroyli. Telefon qo'shasiz, bemalol. Mana akalar, bemalol telefon qo'yasiz, xudo xolasa bitta olaman desalar, telefon qo'yaverasizlar. Telefon qo'shasiz, kelishadi. Maqsad sotish akalar, xudo xolasa telefon qo'yadimda ishlarini bitirib beradi. Bitta terga qo'yadi, bachkanasi qo'yadi. Hammasi dumdas kelishgan qo'ylar o'ziga yarashgan. Akalar mana oyoqlari ham hammasini stakanati yo'q. Haqiqiy yoshida zo'raman. Obunachilarimiz tavsiyalari shu bog'i bor hoji bolamiz olib borib qo'chqarni qo'shib boqa qo'yverishsin, o'ziga ko'payaveradi. O'ziga ko'payaveradi. Mana akalar bor 20 bosh bo'ladi, xudo xolasa. qiziqqanlar shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, akamonjon, xudo xolasa telefon qodamga xayr ustalik o'tib berasiz, chiroyli qilib. Bemalol ishlab beradi, xudo xolasa. Ishlab bitadi. Telefon qodam ish bitadi. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Akamonjon, keyingi partiyalarga o'tiramizmi? Keyingi partiyaga o'tiramiz. Akalar, xudo xolasa kuzatib turasizlar. Biz endi keyingi partiya. Akalar, keyingi partiyamizga yana ham yosh variantlardan ekan. Mana buni qaranglar, xudo xolasa bir qo'ra varianti. Akamonjon, bu partiyamizga soni nechta ekan? Bular ham bir pachka bo'ladi, 10 dona. Bular ham 10 bosh ekan akalar, mana qaranglar. O'ynab turgan haqiqiy ikkinchi partiyaga qaraganda yoshroq ekan bu akamonjon. Bir oy farqi bo'lishi mumkin bo'lsa. Ozgina mana. 15 kilo bir oy farqi bor bo'ladi. Mana buni qaranglar akalar. Haqiqiy go'zallar. Hammasi bitta. Hammasi bitta? Tug'ilishda farqi bor xolaslarda. Ozgina qo'yganmiz, xillab-xillab. bo'ypasini xillab-xillab qo'yilgan ekan. Shu bir oy farqi bor ularning, 15 kun, 20 kun. Yeb ichib turibdi. Akalar yeb ichib turibdi mana, yeb ishlari joyida ekan mana. Oyoqlari mana stakan tuyoq. Bu ham orqa boshlari nihoyatda chiroyli. Terib olingan ekan akamonjon qo'ylar. Terib qo'yilgan. Hammasi terib olingan ekan. Mana qaranglar, bachkanasi yo'q, hammasi kelishgan. Boshi osilib ketgani yo'q unaqa. Mana nima boshlari haqiqatan osilib ketmagan akalar. Hammasi dumba mana. Hammasi yeb ichib turibdi, xudo xolasa. Hammasi bu yerda soni 10 bosh ekan akalar mana. Tavsiya qilamiz akalar, xudo xolasa. Akamonjon, narxi arzon bo'ladimi? Bular narxi arzon bo'ladi, xudo xolasa. Va narxi undan ham arzonroq bo'lar ekan. Yeb ichishdan muammosi yo'q ekan akalar, ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa bir hafta xotirjam yedirib ichaverar ekansizlar, xudo xolasa. Mana haqiqiy zo'rlardan, yoshlardan boqaman deganlar, bizga aloqada bo'lmaslar. Akamonjon, bu narxiga o'taylik, bu narxi nima deymiz akamonjon? Bir joyga olgan. Hammasi bir joyga olsa bo'lsa 4 million 200 ming so'mga ketaveradi. Bular 4 million 200 ming so'mdan. 4 million 200 ming so'mga ketaveradi. Akalar, bular 4 million 200 ming so'mdan ketaverar ekan bir joyga olgan odamga, xudo xolasa. Bitta ham, ikkita ham olaman deganlar aloqada bo'lasizlar, ishlaringda bitirib berishadi. Mana buni qaranglar, yuzlari nihoyatda chiroyli, mana bunaqa yosh variantda akalar, xudo xolasa. Mana qiziqqanlar akalar
kelib turishlaring ham mumkin, xudo xolasa. Lokatsiyalar ham tashib yurasiz, akmaljon. Tashlab beraveradi, bemalol kelishaveradi. Mana, bemalol xudo xolasa kelaverasizlar. Bitta idilboy ham bor ekan ichida. Xudo xolasa ishqibozlari aloqaga chiqaverasizlar. So'rasalarni takror video qilib berishaveradi. Soni 10 bosh akalar, xudo xolasa. Mana. Zo'ylar bolalarni olib yurasizlar. Akalar, erinmasdan bizni ko'rib turasizlar. Keyingi paytlarda o'tiramiz. Bizda endi so'nggi partiyaga mana bundaqa shalpon quloqlardan ekan do'stim. 5 yildan keltirgan Murodjon bular qo'shqorcha cho'v ham. Cho'v ham akalar qo'chqorcha ekan mana. Shalpon quloqlardan mana akalar, xudo xolasa. Haqiqiy yoshidan tarbiyalangan obunachilarni tavsiya qilamiz bularni ham. hammasi qo'chqorcha bu yerda. Qo'shqorcha cho'lasi ham. Cho'lasi ham akalar qo'chqorcha ekan. Orqa boshlarini ko'rsatib qo'ysak, orqa boshlari ham mana nihoyatda chiroyli ekan, xudo xolasa. Qo'chqorda, xudo xolasa, qo'chqor ishqibozlariga jo'natib qo'ysalar, qo'chqorni haqiqiy zo'rladi. Qo'yavering jonivorlarni. Nursulshanni ko'rsaylik. Mana akalar, xudo xolasa, barra ishqibozlariga jo'natib qo'ysalar. Yoshidan, zo'rdan boqaman deganlar. Yemishlari. Aloqa chiqarasizlar. Muammosi yo'q. Mana. Akmaljon necha oylikka beramiz bularni? Bular ham 5 oylik atrofida Murodjon. 5 oylikka beramiz, ha? 5-6 oylik atrofida. 5-6 oylik atrofidagi akalar, mana qo'zi qo'chqorchalar akalar. Quloq boshlari but-butun, mana. Shalpon quloqlardan mana buni. Egiz tumori ham bor ekan akalar oldi. Qaranglar. Xudo xolasa. Narx arzon bo'ladimi akmaljon? Narx arzon bo'ladi, Murodjon, o'ta arzon bo'ladi. O'ta arzon bo'lar ekan akalar, mana. Xudo xolasa. O'zim qo'y qilib olaman, o'zim qo'chqor qilib olaman degan aka-ukalarga tavsiya qilaman bemalol, xudo Xolasa xolasa. baraka topsin Murodjon bular. Mana. Kuzgacha boqasizlar akalar, xudo xolasa. Daromad qiladigan qo'y. Daromad zo'r qilasizlar akalar, xudo xolasa. O'zlaring tarbiyalayverasizlar. Quloqlarni qaranglar, nihoyatda chiroyli. Zotga xudo xolasa tavsiya qilaveramiz akalar. Bemalol. Xo'p, yebishdan muammosi yo'q ekan akmaljon, xudo xolasa. 3 dona ekan soni. Buni narxiga o'tamiz akmaljon. Buni Murodjon 3 million 700 mingdan bo'lsa Vladimir Toshkentga yetkazib borib beradi. 3 million 700 ming so'm. 3 million 700 dan. Akalar 3 million 700 ming so'mdan bo'lsa, vodiy bo'lib Toshkentgacha o'zlari yetkazib olib borib beradilar. Akmaljon bitta ham sotaverasiz? Bittasi ham sotilaveradi. Bittasi ham sotilaverar akalar. Bemalol aloqa chiqarasiz, xudo xolasa ishlaringizni bitirib berishadi. Xo'p, bizda so'nggi partiyamidi bu? So'nggi paytda Murodjon laytni bosib qo'llab-quvvatlab kanalga obuna qo'ysin, narxlar chiroyli qilib beramiz. Laytni bosib telefon qilgan odamga hayrsiyatli chiroyli qilib beramiz. Hamma paytda bemalol telefon olishadi. Bitta olishadi, ikkita olishadi. Ishlari bitta telefon oladi, bitta xudo xolasa. Bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar bitta olasizlarmi? Bitta olasizlarmi? Bemalol aloqa chiqar ekansizlar, xudo xolasa ishlaringizda Akmaljon do'stim bitirib beradilar. Akalar ketkizgan vaqtlaringiz rozi bo'lasizlar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr.